da varsın, gönlün sağlasın. Ona ne sağlasın, bebe sen gideriz. Almayı. Anne menem alıp koyayım işaptan. En yerini To'xtang, olmaz cheching birinchi. He, çiçip alayım mı? Yaxşı. Hazır. Kelinlar. Men kelinlarim shu. Ha. Bu ne gap bu? Şundan şey. Chichi devering. O, Ulke. O, yine ki? Qarmanglar. Yo'q, to'xtama, davom et. Nega bo'lib turibdi? To'yma, teshkilma, bayramma, nega bo'lib turibdi? Ya, nede Instagram'da moda mı bir video atırdık yine. Neydi? Ayıp veren. Olsun, o ne o moda? Trend bu trend. Yine trend atırdık. Estağfurullah. O ne trend o? Trend kerak miydi bana? Tap bir işte qaylatib qo'yganda trend demiş o. Kechgan o'pishirdiz, ovqatni tayyorlanglar. Kechki ovqatning vaqti bo'ldi. Hozir vaqtimda ovqatni yemek, bag'alarim kesin trendlarni chiqaraman ikkovingning ham. Tinchim tayyorlab tur ikkoving ham. Olsun. Altı buldu saat bugün onu uyga ketamiz o ikimiz ham ovqatsiz qalsak. Nishtamiz aytdi. Siz çayınızı koyun, hazır özüm hal etememmesin. Yine yağınan. Mine ısıganan yine. Ovqatdan öp gülüreyim mi? Tayim bo'lsa epkilag'ay balam ovqatingdan. Ha, ene, bu ısınan nereden çıktı? Nan yoduzlarma. Bugün kun uzak gün uydaydım. Bu mu? Mine ısıgana go'shtli patiran tayyor bo'ldi. Malades eneki. Kuru trend bilesem eken desem işten bilesen eken go. Kanun bunu yep ko'riganda bunu baha beramiz. Aynen yem balam, qo'llaringga gul balam. O'zi biletog'in edim sening shunday ish bilarman qiz ekaningni. Yine salat ekmekte azı salat ekverin. Dim mazal ekan. Nereden pişirttik ha bu? Nanam yoktu ovqatdan. Ha bu ne bu korobka bu? He, endi bildim nereden kelganini. Hozir boplayman buni. Yine nondan go'shtli patirdan zakaz etibdi-ku, o'zi pishirmabdi. Abısınga dost bo'lmaydi deb shuni aytadi-da, zakaz eteme, boshqa eteme, qara qanday mazali go'shtli patir. Sen buning aybini qidirib yurgan chakilin bunday mazvajlar nerda ekanini bilmaysan. Uyran ondan ko'ra. Yine shuncha yildan beri Gurlanda yashab Rayhon nonni bilmaysizmi? He, Reyhan nonmi? 15 xil noni, 5 xil patiri, yana uningni sutingda aparsang o'zlari yopib beradi deydi. Hava yine 6 filiali var. Eğer ondan ko'p zakaz etseniz Gurlanning ichida bepul dostavka etib beradilar. Yaqinda beri to'g'on Chornimda Reyhan go'shtli patir kafesi bormi? Shuni gaplashib keldim.